Azizlar, Hilol nashr. Muhammad Abdulhay Laknaviy. G'iybat o'zi nima? Kitob. Muqovasi yaxshi. Olgan paytim esimda yo'q. O'tgan yil olgan edim, opam. Lekin 263 ta varaqdan iborat. Mana Hilol nashrdan chiqqan Toshkentda. Buni men Sarasda oldim. Azon Valberisdan olganman. Tushunyapsizlarmi? Uyingizda bu kitobni masalan biz oldik, varaqladik. To'g'ri oxirigacha balki yetmagandirmiz, ammo uyda tursa farzandlarimiz albatta o'shanga qaraydi, slatsa qiladi, ya'ni olib o'qiydi hech bo'lmasa. Tushunyapsizmi? Hilol nashr bemalol